deb tekshiryapti deydi uyda egasi. Hozir kvartiraga kelsan, 3 xonali Leningradskiy proyekt reklamasiga kelganimizda bitta klient deydi, "Buni urib tekshirib o'tiribdi" deydi. "Nima qilyapsan?" desam, "Uyda kirpichnimi, panelliligini ko'ryapman" deyapti deydi. Aynan sizlar uchun 3 xonali Leningradskiy proyekt kirpichni dom topib qo'ydim do'stlar. 4-etajdan. Sharoitlar yo'q desam ham bo'ladi, lekin narxi ham shunga yarasha shitir sanab oboradigan darajada. Bitta balkoni bor ekan, ikkinchisi bonusiga qo'shib berilar ekan. Bu uyimiz orqa tarafidan 1,5 ga 6 balkon sirazi bonusini ko'rsatib o'taveraman. Отопленияda qishin yozi muammo yo'q. Bu yerimizda birinchi xonamiz detskiyimiz. Bu yerimizda ko'rishimiz mumkin. Katta zalimiz do'stlar. Umumiy yashash maydoni 58,8 kvadrat metr. Yashash maydonining o'zi esa 42 kvadrat metr. Bu yerimizda kiraverishimiz, bu yerimizda hojatxonamiz. Hojatxona qanaqa ko'rinishdaligini hamma biladi, ko'rsatib o'tirmaymiz. Lekin sanuzulni vannani ko'rsatgan yaxshi. Bir kira bir varaqaga asijit qoradigan joy. Bu yerimizda koridorimiz, ko'rishimiz mumkin oshxonamiz. Oshxonamiz ham o'rtacha kenglikda, shinamgina bir o'zingiz uchun yangilaveradigan joy. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin 2,5 ga 6 balkonimiz. Tashqaridan ko'rinish bu oyna, lekin yuzim shunday qarasam, yuzim ko'rsatmasak bir g'alatiroq oyna ekan do'stlar. Bu yerda chiqarishimizda sushilkamiz. Sushilkamizni mana ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bu yerimizda tashqarisi kirpichli, bu yerda ochiq ekan, jab bo'lmasa isib ketganda chiqib turadigan joy. Hozir spalnimizni ham ko'rsataman do'stlar. Spalnimiz ham kengina. Отопленияda qishin yozi muammo yo'q deyishyapti. Shunday balkonga o'tib ketadigan, mana shu yerda shunday joy bor ekan do'stlar. Mabodo spalnida isib ketib qolsalaringiz, shunday o'tib o'rasizlar, muzdakkina bo'lib qaytasizlar keyin. Uyda egalari narxini insof sayin baraka qilib, $32,000 qilib qo'yishibdi. Обязательно ozgina o'tib beradigan joy bor. Batafsil ma'lumotni bilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni uzoqdan olib aytadigan bo'lsam, shunday hokimiyatni yonginasida do'stlar, sentr joy, ходовой kvartira. Obuna bo'lib, like bosib, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz.